dom. Har bittasini yig'ishni ko'rsataman sizlarga. Hozir bo'lmasa qani videoga ketdik. Sizlar bilan to'rtga to'rt kubik rubikni yig'ishni o'rganamiz. Buni yig'ishdan oldin 3 ga 3 kubik rubikni yig'ishni bilishinglar kerak. Agar buni bilmasanglar, buni to'rtga to'rtni yig'a olmaysizlar. Xo'sh, shunday qilib biz boshlaymiz. Birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa 3 ga 3 ta bizda markaz bor. Ya'ni oqning markazi, yashilning markazi, qizilning markazi va bu 4 ga 4 da unaqa markaz yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Bironta o'rtasida markaz yo'q. Bunda 4 tasi bitta markaz deb olinadi. Ya'ni yana 4 tasi bitta markaz, 4 tasi bitta markaz deb olinadi va mana bu chekkasi bitta chekkasi bunda 2 ta deb olinadi. Ikkitasi bitta hisoblanadi. Mana ikkitasi bitta hisoblanadi. Shuni ahamiyatga olish kerak va xuddi 3 ga 3 dagi rangga o'xshab 4 ga 4 yig'ish kerak. Agar ranglarni teskari yig'adigan bo'lsanglar, mana bunda to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Xo'sh, endi boshlaymiz. Men birinchi bo'lib oqdan boshlayman. Har doim oqdan boshlayman. Menga oson rang chunki. Xo'sh, oqni birinchi bo'lib to'rtcha qilib yig'amiz. To'rtcha yig'ganimizda bu bitta mana bu hisoblanadi. Xo'sh, buni yig'ish uchun birinchi oqlarni qidiramiz. Oq bitta bu yerda ekan. Oq mana bu yerda bor ekan. Bunaqa ushlaymizda. Hozir oldiga suradigan bo'lsam, qochib ketib qoladi bu yerdagi oq. Shuning uchun buni sursam, mana bu yerga sherik kerak ekan. Ya'ni agar buni bir yerga qo'yadigan bo'lsam, bu oq tepaga borganda sherigini ushlab, chekkaga aylanib qaytib keladi. Ya'ni oq borish kerak, sherigini olib qaytish kerak. Mana shu formula. Ya'ni mana bu yerda oq bor ekan, hozir yana ko'rsataman. Mana buni ko'tarsam tepaga, mana bu yerga sherik kerak. Mana bunaqa sherik bo'lmaydi, yonma-yon sherik kerak. Yoki bunaqa yonga sherik kerak. Hozir buni sherigini bu yerga qo'yaman. Qo'ydim. Endi buni tepaga ko'targanda mana ikkovi sherik bo'ldi. Endi sherigini olish uchun ular aylanadi va qaytadi. Mana sherigini olib qaytdi. Yana bitta oq kerak. Mana bitta oq kerak. Teskarida ekan. Hozir buni ushlaymiz. Hozir bizga mana buni surib bo'lmaydi. Bu turibdi. Mana bunga sherik kerak. Bu sherigi mana bu yerda. Hozir buni suradigan bo'lsam, bu aylanib ketadi. Buni chekkaga olib turaman. Va buni 2 marta sursam, mana bu yerga sherik kerak ekan. Qaytarib qo'yaman joyiga. Buni sherik mana bu yerga ekan. Buni bu yerga qo'yamiz. Bunga sherik kutyapti bu va buni oldiga aylantirsak, sherik bo'ldi. Endi buni sherikni olib kelish uchun albatta aylanib sherikni olib keladi. Aylanmasa olib kelolmaydi. Mana bu yig'ildi, bitta oq yig'ildi hozir. Ana endi pastida sariq bor. Sariqni yig'amiz mana bu yerda. Xo'sh. Sariq yig'ish uchun mana bu yerda sariq, bu yerda sariq bor ekan. Buni sheriga ko'tarsak, mana bu yerga tushadi, yo bu yerga tushadi. Mana bu yerga qo'ysa osonroq ekan. Bu boradi, sherigini ushlaydi, aylanadi va qaytadi sherigi bilan. Xo'sh. Ana endi yana ikkita sariq kerak. Ikkita sariq. Mana bu yerda ekan. Sariq. Hozir mana bunaqa bo'ladigan bo'lsa, agar mana bunaqa qilsanglar, mana oqni buzib olgan bo'lasizlar. Shuning uchun hech qachon birdaniga burib bo'lmaydi. Aylanib olib ketishlar kerak bo'ladi. Shuni esdan chiqarmanglar. Bunaqa to'g'ri tushdi, menga oson bo'ldi. Buni aylantirsanglar, bu noto'g'ri. Mana buni buzib olgan bo'lasizlar oqni. Qayta oqni. Shuning uchun aylantiramiz. Va mana sherik boradi, sherigini ushlaydi va biriga aylanib qaytadi va ko'targanda mana bu yerga kerak. Buni bu yerga qo'ysa osonroq. Buni o'zini aylantirsak va tepaga ko'tarib, sherigini ushlab, aylanib qaytadi. Mana bizda oq bor, mana sariq bor, mana oq ham bor. Oq buzilib ketmadi yig'ishda. Xo'sh, ana endi bizga qizil, yashil kerak. Bu yerga qizil. Hozir mana bu yerda qizil yig'aylik, osonroq bo'ladi. Mana qizil, ikkita qizil tayyor ekan. Xo'sh. Qizil, yashil bo'ladi. Bu yerga ko'k bo'lar ekan. Bu yer ko'k bo'lar ekan. Qizil. Ikkita qizil kerak. Bitta qizil bu yerda ekan. Hozir mana bunaqa qilib sherigini ola olmaydi. Ikkovi ham bora olmaydi. Bittasi borish kerak. Hozir bu borsa tushmas ekan. Sherig mana bu qolar ekan. Pastga qilsak, boradi, sherigini ushlaydi, aylanib qaytadi. Xo'sh, bitta taraf qoldi. Mana bu yerda ekan.
Bu boradi, sherigini ushlaydi, aylanib qaytadi. Bu yerda qizil bor, yashil yig'ishimiz kerak. Ana endi to'g'ri yig'ishimiz kerak. Mana bu yerga yashil bor ekan. Bu ko'tarsak, mana buga tushadi. Buni tepaga olib kelsak, sherigini kutadi. Kutgandan keyin oldiga sherigini oladi va qaytadi. Ikkita yashil kerak yana. Oho, bu tarafda ekan, aylantiramiz. Agar buni aylantiradigan bo'lsak, sherigi mana bo'lish kerak yoki bu yerda bo'lish kerak ekan. Ko'tarib qo'yamiz joyga. Bas bu tomonga qilsak, boradi yashil, sherigini ushlaydi. Bu tomonga aylanadi va qaytib keladi. Va bu sherig bu tomonda. Buni pastga qo'yishimiz kerak. Bu sherig tushish uchun buni tepaga sursak, sherigini ushladi va aylanadi va xuddi o'shanga qaytadi. Aylantirishga e'tiborli bo'ldi. Mana bunaqa aylantiryapman. Agar bunaqa aylantirib qo'ysanglar va aylantirsalar bo'lmaydi. Noto'g'ri chiqib qoladi. Shuning uchun aylantiramiz. Xo'sh, yashil, oq, yashil, qizil, oq, yashil, qizil. Orqasi ko'k bo'lishi kerakmi? Sabzi rang bo'lishi kerak ekan bu yer. Bu yer ko'k bo'lishi kerak ekan. Ko'k, sabzi rang. Ko'k. Ko'kni olib kelamiz birinchi bo'lib. Aylantiramiz. Ikkita ko'k bor ekan. Boradi, sherigini ushlaydi, aylanadi va qaytadi. Xo'sh. Mana buni ko'tarsak, sherigini ushladi, aylandi va qaytdi. Endi mana bu to'rtta tarafni yig'ib bo'ldik hozir. Mana buni, mana bu bittasini yig'ib bo'ldik. Mana bunda mana. Ana endi nima qilishimiz kerak degan savol bo'ladi. Bu vaqtda biz ikkita tarafdan ishlashimiz kerak. Ya'ni oq, sariq ishlasa bo'ladi, ya'ni oq, sariq, oq ishlasa bo'ladi yoki mana bunaqasiga ko'k va yashil bilan ishlasa bo'ladi yoki qizil va sabzi rang bilan ishlasa bo'ladi. Mana bunaqasi ishlaydi faqat. Shunaqasiga ushlab olish kerak yoki bunaqasiga. Mana bunaqasiga ushlayman. Oq bilan sariq bilan ishlayman. Nima demoqchiman? Ushlagandan keyin mana bu tarafi yig'ilish kerak. Keyin pastida ham mana bu yig'ilish kerak. Chunki ahamiyati yo'q. Mana bilan yig'ish ahamiyati yo'q. Xo'sh, bizning birinchi qiladigan ishimiz va keyingi videoda ko'ramiz shu videoni. Nima deysizlar? Keyingi videoga o'tsanglar, ana shu videoni qanday, ana shu ikki chekkalarni qanday tanlashni ko'rsatib o'taman.